Amerikadagi mashhur Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchisi Roshan Abbas bosqinchilik, qiynash va menga yuyushga uchragan Uyg'ur ayollari Xitoyning qo'lida irqiy qirg'inchilikqa duch kelmoqda dedi. Uyg'ur harakatining boshlig'i Roshan Abbas ANI xabariga so'z qilganda mundaq dedi. Zamonaviy dunyoda Sharqi Turkistondagi Uyg'ur ayollari milliy kelib chiqishi va diniy sababidan jinoyatchi deb qaraldi. Ular ko'payish iqtidori sababidan Xitoy davlatiga tahdid deb tunishtirildi. U so'zini davomlashtirib, shuning bilan bir vaqtda ayollar atizmchilar bilan to'y qilishni rad qilib, radikal musulmon deb atalib qilishidan qo'rqib, Xitoy erlari bilan to'y qilishga majbur bo'ladi dedi. U yana mundaq dedi: "Ular bosqinchilik, menga yuyish, majburiy tug'mas qilib etish va bola tushirish, shundaqla boshqa tasavvur qilg'usiz ziyonkashliklarga duch kelyotadi. Bu jinoyatlarni sodir qilguvchi Xitoy hukumati bo'lganligi uchun dunyo sukut qilyapti. Xitoy irqiy qirg'inchilik qilyotidi. Dangliq shaxslar va ayol huquqini qo'g'dug'uvchilar qayerda?" 7 ayının 31 kuni Amerika Moliya Ministerligi Tashqi mulk ishxonasi Uyg'urlarni bostirishdagi roli sababli Xitoydagi bir organ va uning ishki rahbariga embargo yurgizgan edi. Amerikaning Sharqi Turkistondagi Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish atirti, ya'ni Bangtanga qaratgan embargosidan keyin Amerikadagi Sayari deb atiladigan savdo sonliq ma'lumot to'rining xabariga qaraganda, bu organning dunyodagi 800 mingdan ortiq shirkat bilan munosabati borligi oshkorlangan. Uchurlarga qaraganda, Amerika Moliya Ministerligining Tashqi mulk ishxonasi Bangtanga qo'ygan embargo Amerika tarixidagi eng chong embargo deb qaralgan. Savdo sonliq ma'lumot to'rining xabariga qaraganda, atalmish Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish Bangtanining Amerika, Germaniya, Angliya va Vengriya orali qatorliq 147 davlat va rayondagi cho'ng kichik 862,600 shirkat bilan munosabati bor ekan. Yıllardan buyon Sharqi Turkistonda millionlagan musulmonlarni qamab, masjidlarni vayron qilib kelgan Xitoy, tunganlar o'ltiraqlashgan joylarda davomli masjid gumbazlari va munarlarni chaqmoqda, hamda tunganlarning an'anasi va madaniyatining har qanday ifodasini yo'qotmoqda. Zimiston to'rining xabar qilishicha, Wuhan o'pka yollig'i yuqumi Xitoyning islom dinini xitoychalashtirish harakatini to'sib qola olmadi. Yuqum mezgilida Gansu o'lkasida nurg'un masjidlarning gumbazlari va oy belgisi chiqib etilgan. Pyongyang shahrining Kontong rayoni eg'ir buzg'unchilikqa uchragan rayonlarning biri bo'lib, 2020-yili 3-oyning oxirida Kontong rayonida 17 masjidning islom simvollari chiqib etildi. Bu yil mayda Kontong rayonining sharqi shahar atrofidagi cho'ng masjidning gumbazi chiqib etildi. Bir yashangan Tongan Buay Zimiston to'rg'a hukumat gumbazning chet el uslubida yasalganligini va cho'qim chiqilishi kerakligini aytdi. O'tgan yili u chiqishga safarbar qilindi, bu yil u bevosita chiqib etildi dedi. Dajay bozori va Kontong rayonining Gaoyuan yesidagi kam deganda 8 masjidning gumbazimi yuqum jarayonida chiqib etilgan. Zimiston to'rining ziyoratini qabul qilgan Tonganlar Xitoyning dinga qarshi siyosatlariga qarata yosh to'kishdan boshqa amali yo'qligini ko'rsatib, masjidlarning chiqilibla qolmay yana musulmon oshxonalardagi halol guvohnomasini ilib etishni talab qilganligini, Kompartiyaning buyrug'iga bo'ysunmaganlarning do'konlarini taqash to'g'risida tahdid solganligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump agar demokratiya raqibi Joe Biden 3-noyabr o'tkaziladigan saylovda g'alaba qilsa, Amerika xalqining Xitoy tili o'rganishga majbur bo'lishi mumkinligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump o'zi qatnashgan radio programmasida demokratik raqibi Bidenning Xitoyga tutgan pozitsiyasini tanqidlab mundaq dedi: "Agar men saylovda g'alaba qila olmasam, Xitoy Amerikaning xo'jayini bo'ladi. Undaqda Amerikaliklar Xitoycha so'zlashni o'rganishi kerak." Donald Trump Xitoy virusi yuqumi paydo bo'lishidan ilgari Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan quyuq munosabati borligini bayon qilib mundaq dedi: "Bizning munosabatimiz endi ancha yaxshi emas, chunki ular Wuhan virusi uchun kerakli ishlarni qilmagan." O'zining Xi Jinping bilan uzundan buyon ko'rishalmaganligini ta'kidlagan Trump, Xitoyda paydo bo'lgan virusning uning siyosiy maydoniga ta'sir ko'rsatganligini aytdi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z davlatida tadqiq qilib yasalgan Xitoy virusi vaksinasining Səhiyyə Ministerligi tarafidan tizimga ilinganligini e'lon qildi. Buning bilan Rossiya tunji bo'lib Wuhan virusi vaksinasini tizimlatgan davlatga aylandi. Putin hukumat amaldorlari bilan o'tkazgan bir yig'inda bayonot e'lon qilib mundaq dedi: "Men Səhiyyə Ministerligidan topshirib olgan uchurlarga asosan bugun atiganda dunyoda bir yangilik amalga oshdi va Wuhan virusiga qarshi yasalgan vaksina tizimga ilindi. Yana bir qatim ta'kidlayman, bu vaksina barliq sinovlardan o'tdi." Putin Wuhan virusiga qarshi ishlab chiqarilgan tunji vaksina uchun kuch chiqargan olimlar va səhiyyə xodimlariga rahmat aytib, Rossiyada ishlatishga tasdiqlangan bu vaksinaning antitela va immunitet bilan ta'minlashda nihoyat unumli ekanligini aytdi. Amerika Səhiyyə ministri Alex Azar Rossiyaning vaksina e'lon qilishiga qarata muhimi tunji vaksinani tepish emas, balki muhimi vaksinaning Amerika xalqi va dunyo uchun unumli va bexatar bo'lishi dedi.